Assalomu alaykum. Bugun mana kompyuterning bitta asosiy qismlaridan biri bo'lgan, ya'ni prosessorda ishlatiladigan qismlardan biri blok pitaniya haqida gaplashamiz. Bu blok pitaniya degani tok manbai degani o'zbek tilida asosan kompyuterga tok yetkazib beradi. Bu yerda mana pitaniya simi bor. Shu simni ulaganingizda keyin bularni plataga, vintga, kerakli joylarga ulaganingizdan keyin уже bu tokda o'zi to'g'rilab yetkazib beradi. Xo'p, 220 voltli tokni bu 12 volt qilib beradi. Xo'p. Endi buni hozir ichini bo'shatib sizlarga ko'rsataman. Nima uchun buni ichini bo'shatyapsiz desangiz, bu ba'zida bu yerda kulleri bor, ba'zida yonboshda kuller bo'ladi, to'rtburchak kulleri. Shuni bo'shatib, bu changi bo'lib qolgan paytda g'irillaveradi kompyuter. Ko'rasizlar, agarda misol uchun plataning o'zining kulleri, ya'ni sovutgich parragi agarda g'irillashni boshlasa, ovoz chiqarib, demak u chang to'lib qolgan bo'ladi. Yoki platadan bo'ladi, yoki blok pitaniyaning o'sha kulleri, ya'ni parragidan bo'ladi. Xo'p, shuni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda mana 4 ta burchakdagi kichkina boltlari bor. Shuni hozir bo'shatamiz. Mana hozir bo'shatib bo'ldik boltlarini. Endi mana ustidan mana chiqaramiz. Bitta qatli temir chiqaramiz. Mana qattiq tortib olmanglar, ichida mana bu pullarda simi ulangan bo'ladi. Ichi shunaqa bo'ladi mana. Bloklar turi juda ham ko'p. Bularning mana orqasida nakleykas bor. Shu nakleykada vattlarini ko'rsatadi. VP 650 mana 504 vatt. Shularni kuchini bilib olsanglar bo'ladi. Keyingilari esa simlari har xil blok pitaniyada har xil ulanishi mumkin. Alohida ulanish ehtimoli ham bor. Video karta uchun alohida, tosh uchun alohida, platani asosiy joyi uchun alohida ulanadi. Ko'rib turganingizdek shunaqa simlar bo'ladi. Mana bu katta ko'rinishi. Bu sistemasi mana. Tepadagi asosiy nimalari bu, pastdagi satr shifrlar, narigi ikkinchisi toshniki. Mana bu yerda ham sistemalarni sizlarga ko'rsatyapman. Bu plataga tushadigan joyi. Bu video kartaga tushadi. Bular ham video kartaga yoki toshga tushishi mumkin bu simi. Bu SATA, ya'ni SATA vintlarga tushadi. Keyingisi SATA pitaniya, bu oddiy eskilari. Xo'p, keyingi mana blok pitaniya shunday simlardan iborat. Mana bu video karta, shunaqa video kartalarni chekalariga blok pitaniyaning simlari tushadi. Bu toshga tushadigan joyi. Bu mana azodi oldidagi nimalari, mana kerakli joylari, misol plataga tushadigan blok pitaniyaning simlari. Bularning hammasi kerak bo'ladi. Ya'ni tok yetkazib beradigan blok pitaniyamiz asosiy plataning kerakli joylariga tok yetkazib beradi. Bugungi darsimizda shulardan iborat edi. Keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr.